Bizada yangilik, mana bu qora tufli juda ham chiroyli bo'lgan, tim qora rasvetkada, oldida bo'lsa qora kristal toshlar bilan bezatilgan. Juda ham chiroyli tufli. Xo'sh, matosiga keladigan bo'lsak, bu zamush, juda ham chiroyli, tiniq zamush. Ichlari Chanel Vita brendining o'zining podujasi, yumshoq, original naturalni koja tikadi. Oyoqni qiynamaydi, terlatmaydi, qizdirmaydi. Ichkari tomoni ham maxsus o'zining matoviy kojasi bor. O'sha kojadan tikiladi, oyoq qiynamaydigan. Razmeriga keladigan bo'lsak, bu 35 dan boshlangan, ya'ni 40 gacha. 35 dan 40 gacha hamma razmeri bor. Buni balandligi hozir juda ham ko'p mijozlarni savol berishadi. Tablokasi necha ekanini, 7 sm balandligi. Bu tufli modeli. Keyin xuddi shuni bosanoshka modeli ham kelgan. Ham orqa qismi yopiq, ham oldi qismi yopiq, o'rtasi bo'lsa ochiq modeli. Bu ham zamush matosidan tikilgan, juda ham chiroyli. Bosanoshkasi sal balandroq. Bosanoshkasi 9 sm. Ko'rishingiz mumkin. Tuflisi 7 sm, bosanoshkasi bo'lsa 9 sm da. Tim qora rasvetkada Chanel Vita brendining juda ham sifatli mahsulotlari.